jonli kitob. Hikoyalarimizni to'liq va qismlarini oldindan tinglamoqchimisiz? Barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Jonli kitob Telegram kanaliga a'zo bo'ling va barcha yangiliklardan oldinroq xabardor bo'ling. Garov. Muallif Saida Aziz. Kelsa kiritmaymiz. Seni gapingni o'ylab qoldim, dedi Mabrura jiyaniga soddalik bilan. Ertaga kelsa men ham chiqaman, ammo Shahzodga aytsangiz chaqirib chiqadi. Asl maqsadi nima ekanligini bilib olamiz. Siz qo'rqmang, xo'pmi? Dedi Charoz uning yelkasidan quchoqlab. Balki bu sizga Xudoning yuborgan bir mukofotidir. Shahzod Abdurahmon va Aslzodaga bilganlarini aytib berdi. Ayolni qanday ishga joylashni bilmayapman, dedi so'zining yakunida. Aslzoda qosh uchirib qo'ydi. Abdurahmon esa o'yga tolib qolgandi. Nega jimsizlar? Gapiringlar, nima deysizlar? Aslzoda Abdurahmonga bir qarab qo'ydi-da, gap boshladi. Gaplaringizdan u ayol psixolog muolajaga ham muhtoj. Balki bolalik travmalari bordir. Bir gaplashib ko'rishimiz kerak. Ertaga meni ham birga olib boring, maylimi? Gaplashib ko'raman. Hayot yo'li qanday o'tganini bilmaymiz-ku. Lekin uning o'zi garov haqida bilib qolmasligi kerak, dedi Shahzod Aslzodaga tushuncha bo'lishi uchun. So'ng hamon o'ychan bo'lib o'tirgan Abdurahmonga yuzlandi. Siz nima deysiz, aka? Bir muhtojga yordam berganing yaxshi, lekin garov uchun qilayotganing menga yoqmayapti. Aytib qo'ya qol o'ziga. Yo'q, aytsam xafa bo'ladi. Mening ustimda garov o'ynashibdi deb ko'ngli ranjib qolmasin. Bu gaping ham to'g'ri. Lekin nima deb maslahat berishni bilmayman ochig'i. Ertaga borib gaplashaylik. Uning gaplaridan keyin biror narsa o'ylab ko'rarmiz, Shahzod aka, deya taklifini bildirdi qiz. Yaxshi, unda ertaga ikkimiz borib kelamiz, dedi Shahzod Aslzodaga. Bu gapni eshitib, qizning ko'nglida quyosh porlagandek bo'ldi. Unda men boray, oyim ham kutib o'tirgandirlar, dedi Aslzoda. Faqat mashinada emasdim. Taksi chaqirib berasizmi? Abdurahmon akam tashlab qo'yadilar, dedi Shahzod akasi tomonga qararkan. Oyim deyishingiz yo'qmi? Yo'q, chaqirganiga kelgandim. Albatta tashlab qo'yaman. Yuring, dedi Abdurahmon qizga ko'z qiri bilan qararkan. Aslzoda Shahzodning kuzatishidan umidvor bo'lib, atayin mashinasiz kelgandi. Biroz ko'ngli xijil bo'ldi, ammo ertangi kun umidida o'z hislarini bildirmadi. Yoshlar Azizaxon bilan xayrlashib, hovlidan chiqishayotganda Shuhrat aka kirib keldi. Yo'l ustida salomlashib xayrlashishdi. Ajab emaski, yoqtirmagan narsangiz siz uchun yaxshi bo'lsa va ajab emaski, yoqtirgan narsangiz siz uchun yomon bo'lsa. Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Baqara surasi 216-oyat. Ba'zan bizga atalgan mukofotlar biz istamagan vaziyatlar bilan bog'liq bo'lishni unutib qo'yamiz. Alloh taoloning kalomidagi so'zlar o'z hayotimizda qay darajada akslanishini tahlil etmaymiz. Yana bir tongda uyg'ongan Mabrura kecha olib kela olmagan narsalarni eslab kuyindi. Essizgina, anchagina yig'ib qo'ygandim, dedi o'ziga o'zi. Yonida beg'ubor uxlayotgan Shahzodga tikildi. Uning uzun kipriklari, quralay ko'zlari kishini o'ziga tortardi. O'zi ham, eri ham chiroyli odamlar emasdi. Ne baxtki, Alloh ayolni shunaqa chiroyli farzand bilan siyladi. Gohida o'g'liga tikilib, rostdan ham shu bola o'zimnikimi deb o'ylab qolardi. Qaysi qilgan savoblari uchun Alloh unga bunday mukofotni berdi. So'ng erining oxirgi lahzalarida aytgan jumlalari kelardi. Alloh seni siylasin. Bu olamga kelib topgan asl dunyosi shu o'g'li bo'ladi. Barcha onalar kabi u ham o'g'lining kamolini ko'rishni orzulaydi. O'g'li 7ga kirdi. Bu yil maktabga chiqadi. Onasi o'tgan gal yig'ib tergan nafaqasiga Shahzod uchun maktab formasini olib keldi. O'g'li biram quvondi. Kiyib u yoqdan bu yoqqa yuradi. Unga qarab Mabruraning ham havasi keldi. O'g'li aqlli bola, onasini tushunadi. Hech qachon chiqindixonaga borishganda nega bu yerdamiz deb savol bermagan.
Agar so'rasa, Mabrura nima deydi? O'zi ham bilmaydi. Biroq har qanday onalar kabi u ham bolasining katta odam bo'lishini xohlaydi. Mabrura o'rnidan turdi. Narigi xonaga chiqdi. Xontaxta yonida onasi joynamozda o'tiribdi. Tursunoy xolaning odati shunday. Bomdod vaqti o'tib ketib, quyosh anchagina ko'tarilguncha joynamozdan turmaydi. Tasbehini qo'lga olgancha zikr aytadi. Oyoqlari uvushib ketsa, biroz uzatib, almashtirib oladi. Keyin yana davom etadi. Mabrura hovliga chiqib, har kuni suv tashiydigan chelaklarni oldi. Mahalla boshida o'tkazilgan kran tomon yurdi. Hademay o'zining uyiga ham suv kelib qolar. O'shanda kichik jussasi bilan bir necha marotaba qatnab suv tashimaydi. Mahallada hammaning uyiga suv kirgan, faqat Mabruranikida yo'q. Ko'chadagi kranni yopib tashlamoqchi bo'lishganda Tursunoy xola unamadi. Unday qilmanglar, biz qayerdan suv olamiz, dedi mahalladoshlarga. Shu bilan shu kran shu yerda qoldi. Mabrura bir necha marta borib keldi. Odatiga ko'ra darvoza yonidagi bochkani to'ldirdi. Keyin chelaklar, 5-6-10 litrli baklashkalar. Shu bugunga yetadi. Uylarning yonidan o'tarkan, ko'chalarga suv sepilganini ko'rib, shirin entikib qo'ydi. Uyga suv kelsa, u ham hovlisiga, ko'chasiga shunaqa suv sepadi. Oxirgi idishni to'ldirib bo'lgach, onasi uy ichidan chiqib keldi. Choy qo'ydingmi? Bosh chayqagan Mabrura chaqqonlik bilan choy qo'ydi. O'sha kuni olib kelingan shirinliklarni dasturxonga qo'ydi. Saryog'i erib ketibdi. Muzlatkichi bo'lmagandan keyin qiyin bo'larkan. Onda-sonda Tursunoy xola go'sht olib kelsa ham qovurib qo'yadi. Bu issiqda go'shtsiz ovqat yegan ma'qul deb hisoblaydi. Ona bola so'zsiz choy ichishdi. Tursunoy xola tomorqa tomonga qarab, bulg'orlarni terib qo'y dedi. Ayol bosh irg'adi. Men Shahzod uyg'onmasdan borib kelay, degancha o'rnidan turdi Mabrura onasiga bir qo'r nazar solib. Ona uning yana chiqindixonaga bormoqchiligini tushundi. Indamay bosh silkidi. Mabrura idishlarni yig'ishtirib, sekin chiqib ketdi. Ortidan qarab qolgan Tursunoy xola chuqur xo'rsindi. Shahzod va Aslzoda yo'lda kelisharkan, qiz yo'lning uzoqligidan ajablandi. Jahongir aka shuncha uzoqdan uylandimi? Yo'l tugay demayapti-ku. Shahzod kulimsiradi. To'y kuni kelganimda men ham shunaqa o'ylagandim. Ha, lekin taqdir sizni bu tomonlarga bejiz boshlamagan ko'rinadi. Ish qilib siz ham Jahongir akaga o'xshab shu tarafdan uylanib qolmassiz? O'z gapiga o'zi zavqlanib xandon otib kuldi qiz. Shahzod uning kulishiga qarab yana jilmaydi. Kim bilsin, o'zing aytgandek, taqdir bejiz bu tomonlarga boshlamagandir. Balki seni sovchilikka olib kelayotgandirman, a? Sendek chiroyli, sendek oppoq biror qizga kecham kulgili emas, dedi qiz yuzini o'girib. Gapirgisi kelmay, mashina oynasidan tashqariga qarab keta boshladi. Ha, nega qovog'ingni solib olding? O'zim. Hoy, Zoda, qo'y-senchi, senga xafa bo'lib yurish yarashmaydi. Hazillashdim-ku. Bunaqa hazillar menga yoqmaydi. Yaxshi, unda qo'shiq tinglab ketaman. Gapirmasang gapirma. Birozdan so'ng mashina salonida xonanda Jasmin sevganlarimizning sevganlari bor deya nolish qila boshladi. Aslzoda qo'shiqni tinglarkan, Shahzod tomonga qarab qo'ydi. Yigit esa ko'zini yo'lga qadagancha ketib borardi. Shu insonning qalbi menga bog'lanarmikin, yo o'zim hislarimni bildirsammikin, deya o'ylardi qiz shu tobda. Mashinaga ulangan telefon jarang sochib, qo'shiq tindi. Ekranda Diyor degan yozuv chiqib turardi. Shahzod, bormisan o'rtoq? Ko'rinmaysan, yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Yuribmiz. Garovimiz nima bo'ldi? Ishingdan chiqib ketmadimi ish qilib? Chiqindi teruvchi opa qalay? Mensimagan ohangda so'zladi Diyor. Shahzodning ensasi qotdi. Garov esimdi. Endi bir hafta o'tdi. Hali vaqt bor. Bo'ldi. Eslatib qo'yay degandim. Faqat g'irrom qolish yo'q. Yana vaqtincha pul bilan aldab qo'yib, mening ko'zimni shamg'alat qilmagin-a? Uning gapidan Shahzodning jahli chiqdi. Qachon meni g'irrom qilganimni ko'rgansan? Aytdimmi, bajaraman. Bo'ldi. Yana gaplashamiz. Aloqa uzildi. Shahzodning kayfiyati tushgandi. Rosa kutib yuribdi shekilli, dedi Aslzoda yigitga qarab. Yigit bosh irg'ab qo'ydi, ammo gapirmadi. Diyor telefonni o'chirgancha
qarshisidagi chiqindixona ichida o'tirgan Mabrura opani kuzatardi. Ayol chaqqonlik bilan buyumlarni ajratib qopga joylardi. Diyor mashinadan tushdi. Chiqindixona tomon yurdi. Assalomu alaykum opa. Uzr, menga biror do'kon kerak edi. Chanqadim, suv olmoqchi edim. Mabrura ko'zida qora ko'zoynak taqqan, oppoq kiyinib olgan yigitning salomiga alik olarkan, qo'li bilan do'kon tarafni ko'rsatdi. To'g'riga yurib, o'ngga burilsangiz do'kon bor. Rahmat opa. Diyor indamay o'sha tomonga yurdi. Do'kon ichiga kirib, ikkita suv oldi. Do'konchi yigitni gapga soldi. Ayol haqida u bu narsalarni surishtirdi. Tavba, shu ayolga hamma qiziqib qoldi-ya, dedi do'konchi yigit. Yana kim qiziqdi? So'radi Diyor. 3-4 kun avval bir yigit kelib surishtirgandi. Ehson qilaman deb u bu narsalar olib ketdi. Ha, ko'rgan odamning rahmi kelarkanda opaga. Dedi Diyor ham sir boy bermay do'kon egasiga. So'ng suvni ko'targancha chiqib ketdi. Diyor yana chiqindixona yoniga qaytdi. Ayolga suv uzatdi. Siz ham chanqagansiz deb o'yladim. Oling opa. Mabrura minnatdorchilik bildirib suvni oldi. Qishlog'ingiz ajoyib ekan, dedi atayin ayoldan gap olish uchun. Mabrura jilmayib qo'ydi. Bir mehmon bo'lib kelgandim. Qaytayotib yo'limni yo'qotdim. Qaysi tomondan chiqib ketishni ham bilmayman, dedi Diyor yana o'zini bechorahol qilib ko'rsatib. Orqaga qaytib chap tomonga yursangiz, tuman hokimiyati yonidan chiqasiz. Keyin katta yo'lga tushib olsangiz bo'ladi. Mabrura qo'li bilan yo'l tarafni ko'rsatib so'zladi. Rahmat, sog' bo'ling. Haya, ertalabdan bir o'zingiz bunday yolg'iz yurmang opa. Hozir baland, qora oynali mashinalarda yomon odamlar chiqqan. Qishloqlardan odamlarni o'g'irlab, sotib yuborishyapti. Ehtiyot bo'ling. Mabrura unga qaradi. Ko'zlarida qo'rquv paydo bo'ldi. Diyor mo'ljalni to'g'ri olgandi. U ham ayolning ishonuvchan ekanini allaqachon fahmlab bo'lgandi. Mabodo sizga ham yordam beramiz, pul beramiz deb kelishmadimi? Yosh yigitlar qora mashinalarda shunday deb odamlarni ovlab yurishibdi hozir. Shunaqalardan ehtiyot bo'ling. Mabruraning xayoliga Shahzod keldi. Diyor ayolga rahmat aytib mashinasiga o'tirdi. Ketarkan avtomobil ko'zdan Mabruraning o'ylanib qolganini ko'rib turardi. Diyor miyig'ida kulib qo'ydi. Qani Shahzodboy, 10 mingni tayyorlab qo'yaver. Mabrura qoplarni tutgancha uyi tomon odimladi. Yo'lda ketib borarkan, quloqlari ostida kecha jiyani Charosning gapi va bugungi notanish yigitning so'zlari aylana boshladi. Jiyani bekorga gapirmadi kecha. Demak, shunaqa odamlar borligini u ham biladi. Dabdurustdan kelib, sizga pul beraman, ishga joylayman degan odamga ishonish mumkinmi? Biror maqsadi bo'lmasa kelmasdi-ku. Boyagi yigit to'g'ri aytgan. Qora mashinada keldi. O'zidan o'zi pul berib ketdi. Oldindan o'ylangan rejasi bor shekilli. Mabrura qadamni tezlatdi. Halloslab uyiga yetib keldi. Hovli ichiga kirar-kirmas darvoza qulfini tushirib qo'ydi. Endigina uyg'ongan kichkintoy Shahzod onasining ishiga angrayib qaradi. Tong otdi-ku. Nega onasi xuddi tundagidek qulflab qo'yyapti? U o'ynagani ko'chaga chiqmoqchi edi. Ayi, nega qulflayapsiz? Ko'chada har xil odamlar bor, bolam, dedi qoplarni darvoza yoniga joylashtirib. Ayi, men o'ynagani chiqaman. Yo'q, bugun hech qayerga chiqish yo'q. Shahzodning hafsalasi pir bo'ldi. Yuvindingmi? Bor choyingni ich, dedi Mabrura o'g'liga buyruqomiz ohangda. Shu topda eshik taqillay boshladi. Mabrura ortiga o'girildi. Mabrura opa, ovoz Shahzodniki edi. Ayol tanidi, ammo darvozani ochmoqchi emasdi. Jim turmoqchi bo'ldi. Zora uyda emas deb ketib qolsa. Ichkaridan Tursunoy xola chiqib keldi. Mabrura unga qo'li bilan jim ishorasini qildi. Nima bo'lyapti? deb so'radi hech narsaga tushunmagan ona. Kechagi bola keldi. Qulflab qo'ydim. Voy, nega qulflaysan? Juda yaxshi yigit edi-ku. Och. Eshik hamon taqillardi. Yo'q, aya, ochmang. Niyati yomon bo'lishi mumkin. Jinnimisan? Hammadan qochaverasanmi? Tavba qildim. Tursunoy xola eshikni ochdi.
Ostonada Shahzod bilan birga turgan chiroyli qizni ko'rib tabassum qildi. Kelinglar. 2 yosh salom berishdi. Bu orada Mabrura o'g'lini Charosni chaqirgani yuborayotgandi. Bor, Charos opangni chaqirib kel. Shahzod va Aslzoda ichkariga qadam tashlashdi. Aslzoda hovlini ko'rib lol qotdi. Asta Shahzodga qarab qo'ydi. Shahzod o'ziga qarab turgan Mabruraga salom berdi. Mabrura bosh irg'ab alik oldi. So'ng birdaniga baqirib yubordi. Xomtama bo'lmang. Men sizga anoyi emasman. Keting. Menga hech qanday yordamingiz kerak emas. Shunday degancha ichkariga kirib ketdi. Yigit uning bu harakatidan hayron bo'lib, Aslzodaga va Tursunoy xolaga qarab qo'ydi. Negadir kayfiyati yo'q, dedi Tursunoy xola yumshoqlik bilan. Yuringlar, choy ichamiz. Yo'q, biz choy ichgani kelmadik, dedi Shahzod asabiylashganini bildirmaslik uchun. Men gaplashib ko'ray, so'radi qiz Shahzodga iltimos ohangida. Yigit bosh irg'adi. Aslzoda ichkariga kirdi. Mabrura unga bir qarab qo'ydi-da, gapirmay ko'rpachalarni qoqib yig'a boshladi. Aslzoda uning ichki holatini ko'rib, ayolga battar rahmi keldi. Bechora, tuzukroq gilami ham yo'q ekan, shu qadar abgor yasharkan, deb o'yladi o'zicha. Opa, mumkinmi? Men sizlar bilan gaplashmayman. Aytdim-ku, hech narsa kerak emas deb. Opa, biz yaxshi ko'ngilda. Mabrura unga ko'zlarini qadadi. Qanaqa yaxshi ko'ngilda ekaningizni bilaman. Men hech qanday organimni sotmoqchi emasman. Aslzoda hang-mang bo'lib qoldi. Demak, uni kimdir qo'rqitgan. Kim bo'lishi mumkin? Odamlar beminnat qilinadigan yaxshilikdan ham qo'rqadigan bo'lib qolishganmi? Kim aytsa ham yolg'on aytibdi. Bizga hech qanday organingiz kerak emas, dedi Aslzoda past va sokinlik bilan. O'zining kuchi yetmay, sizni yetaklab keldimi? Men psixologman. Shahzod aka gaplashib ko'r degani uchun keldim. Psixolog degan so'z Mabruraga aks ta'sir qildi. Nima, meni jinni deb o'ylayapsizlarmi hali? Men jinni emasman. Boring, chiqing, uyimdan keting. Mabrura birdaniga Aslzodani itarib, uy ichidan chiqara boshladi. Bunday bo'lishini kutmagan Aslzoda ortiga tisarilib, yiqilib tushishiga oz qoldi. Opa, meni noto'g'ri tushundingiz. Men psixiatr emasman. Mabrura uni eshitmasdi. Uydan itarib chiqardi. Shahzod qizni itarib haydayotgan ayolga qarab battar lol qoldi. Nima bo'lyapti? Kecha boshqacha edi-ku. Har kuni o'zgarib turadimi bu ayol? Nima gap? So'radi Aslzodadan. Psixologman deganim uchun men jinni emasman deb haydab soldi, dedi qiz achchiqlanib. Uning jahli chiqqandi. Shu vaqtgacha birorta odam uni turtkilamagan. Bu ayol kim bo'libdi? Yaxshilikni bilmagan noshukur. Shunday yashashiga o'zi sababchi deb o'yladi qiz. So'ng darvoza tomon yurarkan qo'shimcha qildi. Ketdik Shahzod aka. Nima qilasiz o'zi istamagan ayolga yordam berib? Ketdik. Darvoza bo'sag'asida Charos bilan to'qnashdi. Aslzodaning g'azab bilan chiqib kelayotganini ko'rgan Charos yo'l bo'shatdi. Qizning ortidan kelayotgan Shahzod esa Charosning yonida to'xtadi. Yaxshimisiz? Salom. Siz bilan gaplashib olsam bo'ladimi? Charos yelka qisdi. Nima haqida? Yuring, mashinada gaplashamiz. Charos bir hovli tarafdan o'ziga qarab turgan buvisi bilan ammasiga, bir mashina ichida o'tirgan Aslzodaga qaradi. Bosh irg'adi. Mayli. Charos mashinaga o'tirdi. Aslzoda unga qiyo ham boqmadi. Psixologiyada o'qiyotgani bilan amaliyotda tajribasi kamlik qilgani pand berdi. Charos Shahzodga nima gap degandek qaradi. Xullas, ismim Shahzod. Toshkentda yashayman. Bilaman, Nozining to'yida ko'rgandim sizni, dedi qiz qat'iy ohangda. Aslzoda u tomonga o'girilib qo'ydi. Mabrura opa sizga kim bo'ladi? Ammam. Aslzoda yana qizga o'girilib qaradi. Ammasini shunchalik xor qilib qo'yganmi bo'lar degan o'y o'tdi. Charos uni fahmladi. Unday qaramang. Men ammam va buvimni yaxshi ko'raman, lekin dadam va onamga aql o'rgata olmayman. Shahzod bosh irg'adi. Nima demoqchiligini tushundi.
Xo'p, men ammangizga yordam bermoqchiman. Biror ish topsam yoki biror narsa ochib bersam, xullas, chiqindixonaga bormasdan hayotini iziga solishni istayman. Charoz hayron bo'ldi. Chiqindixonaning nima daxli bor? O'rinli savol edi. Shahzod aslzodaga qarab qo'ydi. Qiz yelka qisdi. Yigit bir muddat jim turdi. So'ng Charozga o'girildi. Charoz, men garov o'ynadim. O'sha kuni to'yga kelgan og'aynilardan biri ammangizni ko'rib gapirdi. Men unga yordam beradigan odam yo'qmi desam, sen yordam ber dedi. Keyin men ham yordam beraman, bo'ldi dedim. Biz qo'l tashlashdik. Agar bir oydan so'ng shu ayolning hayoti o'zgarib, chiqindixonaga kelmasa, u menga 10 ming beradi. Aksincha bo'lsa, men unga. Charozning ko'zlari katta ochildi. Bu boyvachilar ko'ngliga kelgan ishni qilib o'rganishganmi? Ammasini o'rtaga qo'yib garov o'ynagani nimasi? Shuyam odammi? Dilidagi tiliga ko'chdi. Uyalmaysizmi? Bir bechora ayolni o'rtaga qo'yib ham garov o'ynaysizmi? O'zim ham hayron bo'lgandim. Bu yerda bir gap bor degandim. Tushunarli. Garovda yutqazmaslik uchun ammamga yordam bermoqchi ekansizda. Shuning uchun 10 million berib ketdingizmi? Pulim bor, ko'nglimga kelganini qilaman deb o'ylaysizda, a? Charoz, men sizni aldamadim. Rostni aytdim. Ammo keyin kelib, Mabrura opaning ahvolini ko'rib, chindan yordam bergim keldi. Qo'limdan kelgancha nimadir qilsam, shu ayolning hayotini yaxshi tarafga o'zgartirsam degan niyat paydo bo'ldi. Sizni aldab nima qilaman? Unda garov haqida ammamga ayting. Shahzod jim bo'ldi. Aslzodaga qaradi. Aslzoda Charoz tomonga o'girildi. Agar sizga birov seni o'rtaga qo'yib garov o'ynadim, shu sabab yordam bermoqchiman desa, ranjimaysizmi? Ko'nglingizga og'ir botmaydimi? deb savol berdi. Charoz gapirmadi. Ana ko'rdingizmi? Shu ayolning ko'nglini o'ylab, Shahzod akam gapirmadi. Avvalgi garov sabab boshlangan bo'lsa, hozir Shahzod akam chindan ammangizga yordam bermoqchi. Men guvohman. Meni ham gaplashib ko'r deb olib kelgandilar. Kasbim bo'yicha psixologman. Charozning boshi qotdi. Charoz, menga yordam bering. Axir siz ham bu ayolning hayoti yaxshi tomonga o'zgarishini istasangiz kerak, to'g'rimi? Charoz bosh irg'adi. Bir muddat jim turdi. So'ng ularga yordam berishga rozilik bildirdi. Uchovlon mashinada o'tirib reja tuzishdi. Unga ko'ra, ertaga Charoz ammasi bilan shaharga boradi. Shaharda ularni Abdurahmon kutib oladi. Agar Shahzodni ko'rsa, yana Mabruraning asabi buzilmasin. O'sha yerda qolgan ishlarni hal qilishadi. Ertaga Charoz ham ammasiga qanday yordam berish mumkinligini o'ylab ko'rishni ta'kidladi. Shu bilan bir qarorga kelishdi. Bu mahalladan jo'nab ketdi.